Bu arizami? Ha. Bo'ladi. Ya'ni o'z-o'zidan sen o'tgan safar отказ qilgan ekansan deb, uni ham отказ qilib tashlamaydimi demoqchiman. Qiladi. Chunki bir yilga bir marta ariza qilish kerakligi berilganda. Shunaqami? Hozir siz agar uni qilaman desangiz, bizda qayta murojaat, qayta ariza qilish uchun sizga ruxsat beradi. 15 kunga, 10 kunga ruxsat beradi. Xo'p. O'sha 10 kun ichida ariza qilsangiz, bo'ladi. 10 kundan keyin qilib bo'lmaydi. Aynan mana yo'nalishdagi subsidiyaga topshirishim kerak-da, qayta. Yo'q, xohlaganingiz. Xohlagan subsidiyamga. 15 kun ichida. Ha. 10 kun, 13 kunida. 20 xil usuldagi subsidiya bor deyapsizlar-ku? Yo'q, bizda faqat ikkita yangi uy-joy olish uchun uy-joy qurish uchun. Qurish yo bo'lsa, o'shani remonti uchun. Ha. O'shani sizga ko'proq qiziq bo'ldi masalalar. O'sha yana savol so'rayman.